Suvga reduktor davleniya ko'p qavatli domlarda kirishda qo'yib ketish kerak. Loyihalash davrida sho'chikdan oldin reduktor davleniya qo'yib ko'rsatib ketish kerak. Ko'pchilik klientlarimizda ko'rsatib ketilmagani uchun shaxtada joy yetmayapti. Reduktor davleniya qo'yib ketish uchun. Shuning uchun muammo bo'lib qolyapti. O'zi loyiha paytida o'sha mana yozib qo'yilgan KMK bo'yicha mana установка регулятора давления не исключается в случае необходимости установки регуляторов на вводах в отдельные здания, группы квартир или квартиру. Xullas, qo'yib qo'ylaring, kerak bo'lganda qo'yib qo'ylaring deb qo'ygan. Bu degani davleniyani o'lchash kerak. O'sha davleniya agar ortiqcha bo'layotgan bo'lsa, reduktor davleniya qo'yilishi kerak. Loyiha paytida reduktor davleniyani loyihachilar, VK loyihachilar, водоснабжениyani chizayotgan loyihachilar ko'rsatib ketish kerak. Shuni ko'rsatib ketmayotganligi uchun dom quruvchilarga ortiqcha rasxod bo'lib qolyapti. Ular hisobga olmaganda smeta paytida. Undan tashqari shaxtada joy qolmay qolyapti. Reduktor qo'yish uchun qiynalishyapti. Xalq keyin davleniya ortiqchaligidan cho'mila olmasdan har kuni suv bilan jang qilishyapti-da o'sha. Davleniya ortiqcha bo'lgandan keyin taqalatib urib tashlaydi.